Mikroaltı izgürmenle muşvaqtanla xeyirlik olsun. Ben Uyghur Tadqiqat İnstitutu'nun mağaza salam yollayma. Bugünkü mimimiz olsa tadqiqatçı Kanada'da yaşayotgan Ruqya Tuturuş Hanım buldu. Ruqya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bugünkü programımızda Ruqya Hanım'ınki 3. tadqiqat eseri olan Şarkı Türkistan'ın ilgilik hukuku ve gayrimustamlike ve onundan halkıgan namı kitabını söhbet özgürtüşümüz. Bu kitabınki men üçün en kıymetli tarafi bu kitabın tadqiqat eseri boşu. Onun başka bu kitap hakkında Doktor Charles Burton'la alayda okuğandan keyin maxsus kitap xulası yazıp torda e'lon qilindi. Bu kitap xulasida yaxshi baho berildi. Masalan, Ruqya xonimning kitap haqidagi qo'llangan uslub metodlari haqiqatan talabga loyiq ekanligini, lekin Uyg'urlarning Sharq Turkistonning tarixi, hozirgi ahvoli, shundoqlardan duch kelayotgan zulm va irqiy qirg'inchiliklarni yaxshi o'tirib qo'yganki masalani Onunki muş meseleler nima uchun yuz berganligini va yaxshi yuritib berganligini deyildi. Bundan boshqa Ruqya xonim mush mesele yuritib turib bo'lgandan keyin xalqaro qonunda buni qanday bir masala deb chiqish kerakligini o'zinki qonun ma'lumotlari orqali yaxshi yuritib berganligini doktor Charles Burton tafsili bayon qildi. Biz bugungi programmamizda Ruqya xonimning o'z ig'zidan anglashga tirishamiz. Ruqya xonim, ben bu nima uchun yozdingizdan bakara bu kitobningki ismini alayda gelib qildi. Bu kitapның ismini nima uchun qo'yishni o'ylashib qoldingiz? Mush to'g'risi bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Aslida bu kitobning ismini qo'yish, bu kitobning qurilmasiga va shundaqla meniki shu izdenish maqsadimga munosabatli. Nemishki bu to'g'rida yozmoqchi bo'ldim. Andan keyin bu to'g'rida yozmoqchi bo'lganda, masalan, bu gap uzrab ketadi endi. Shu burungi Xitoyda o'qiyotgan vaqtlarim kichik vaqtimga ketadi-da, u vaqtida o'qiyotgan vaqtimda, Shanxayda o'qiyotgan vaqtimda mana bir kichik hikoya deb beray sizga. Sinfda nima yotoqda men 8 Xitoy qiz olibdi-da, 7 Xitoy qiz ola men 8imiz batdik. Shundan keyin u bir Xitoy biz tarix kitobimizdagi bir she'rni menga davatdi-da. Zigu yilay ham vushi deb yozilgan bir she'r bor ekan. U degani azaldan Xitoylar nima Xanzular bo'lmish ustozimmish u she'rning tarjimasi hamda men xato tarjima qildim bu. Shu Zigu yilay ham vushi deb yozilgan. Unki uni bu Xitoy menga deydi-da. Bu shu she'r Yuan ismli bir Uyg'ur tarafidan Tangsilvals vaqtida yozilgan ekan deydi. Mushta bir kitobdan o'qidim men. Sizlar shu sen bir şey kelib o'qiyotsa bizda sizlar shu davrlardan tortib bizni ustoz tutsizlar deydi. Biz sizlarning ustozinglar bo'lib kelgan, ya'ni shu davrlardan tortib sizlar davomli bizni ustoz tutib kelgan, hozirmi miyakib o'qiyapsizlar deb shuna dedi-da. Bu deganda shuni shu vaqtda men shunda g'ujida ochig'im tutdi-da meniki. Men dedim, sen bizning davlatimizga kirib olmagan bo'lsang, biz bu yerga o'qimaydik, seni ustoz tutmaydik dedim. Sizlarni Xanzular qat'iy biz ustoz tutishga tegishli kishilarmiz. Ustoz tutadigan dunyoda nini davlatlar, nini insonlar bor. Biz sizlarni hargiz ustoz tutmaydik. Agar biz o'zimizning mustaqil davlati bo'lgan bo'lsa, sizlar davlatimizga tajovuz qilib kirib olmagan bo'lsanglar deb bilib. Aslida men uni onun bilan gapda olishman, ashuning adifini berma debdi degan gapdi-da. Masalan, menda undaq bizning davlatimiz bo'lish kerak degan o'y, u xiyollar u chaqlarda yo'qdi, ammo onun ochig'im gaplam degan gapdan keyin kirgan u. Onunki u yerda bir muncha problem chiqatdi, u qiz arz qildi, so'qishib ketdik degandek bir muncha ishlar bor u yerda. Ularga kirmayman. Andan keyin shundan keyin men nemishki bu biz darsimizda davomli Xitoyning ayrilmas bir qismi deb o'tadigan bo'lgandan keyin bu nemishki biz kashkichi Xitoyning ayrilmas bir qismi deydi, nemishki o'zimizning tarixi yo'q, o'zimizning davlati bo'lgan biz zodi mushtaqmish Xitoylar degandek, mush Xitoylarni ustoz tutib yashaydigan bir abgo millatmi, ya'ni hech qanday davlatimiz bo'lib baxmagan, hech nimamiz bo'lib baxmagan xalqmi deb buni izdenish shu vaqtda kallam kirgan, lekin u yerda hech qanday source, ya'ni manba, hech narsalar yo'q-ku Xitoyda bermaydigan bo'lgandan keyin meni undaq izdenish fursatim bo'lmaganda bir narsa yozish. Keyin chet el chiqqandan keyin shu to'g'risida izlansam degan narsa kallam kirib olgandan keyin shu mustamlika degan bir masala, ya'ni izdenish masalasi shu vaqtdan tortib kallamga kirgan. Ashta bo'lgandan keyin uniki u vaqtda keyin men Kanadaga chiqibmi, masalan, pul topadigan kasblarni o'qing deb hamisi shuna narsalarni menga nima qilsam,
Mesela pul tapalaydigan, iş tapalaydigan, asan okuğun bulduğun kesiplerden tanlap okusanız bulamdı diyenden ben muşu xalqninki mustamlikini, tarixini Xitay biz öğretmedi, bunu öğrenişim gerek. Men bu mustamliki bolgan, qanda bolgandyk, bunun hammasini tep chiqishim gerek. Bunun üçün mana bu til bolmasa bolmaydı da ingliz tili, Uyg'ur tilida bir materialmi yo'q. Şuna men xalqaro munosabat darsi o'qiyman deb, shu xalqaro munosabat degan kasbini o'qigandim Kanadada. Kelib bir 5 yildan keyin mu. Şun bilan çünkü bunda ictimai fan bunda kasblarni bir köşmenlarning o'qishi bek tasjo. Şun sinfda yolg'iz menlam va shu nimetdim deyman. Bek aqla ochiq o'qiydi u kasbni. Ama köşmenlar odatda ancha bek til ketmaydigan kasblarni o'qiydi-da. Şuna men uni bek qiynaldim shu kasbni o'qig'uchi. Ama ikkinchi yillardan keyin yaxshi bo'lib ketdim. Mushu kasbni mushu mustamlika masalasini tadqiq qilaman degan maqsad bilan o'qigandim. Ama keyin turmush, boshqa ishlar bilan bu narsalar nima qilib ketdi, o'zgarib ketdi hayotim. Ama bir dönemga, ya'ni bir normallashgandan keyin meni ishlarim. Yani bu to'g'risida izlandim. Doktor Erkin Akram bilan tanishdim. Doktor Erkin Akram bana nurg'un materiallarni avatdi. Mening yani yetilishim uchun mening ma'lumim mundaqcha aytganda bana jiq nima qildi, kuch sarf qildi, yetishtirishim uchun o'zimni jiq materiallarni avatib berdi. Şundan ki ben materiallarni ko'rish, to'plash jarayonida mushu izdenish maqsadimdan nurg'un savollar tug'ildi kallamda. Masalan, bu qanday yozim, nima masalan savol tug'ildi-da shu maqsaddan. Chiqargan savollarimga asosan yozadigan kitobimning, ya'ni qurilmasini tuzishim kerak. O qurilmasi masalan başta ben mustamlik masalasini deb o'ylagandim sizning savolingizga kelsak. Masalan, bütün davlatlar mustamlikidan qutulish davrida mustaqil bo'libdi, Sharq Turkiston bo'lanmabdi. Nima uchun bo'lanmadi? Xalqaro qonunlarga asosan qanday qilib mustaqil bo'lish kerak deb buni yozaman degandim. Ammo qirg'inchilik boshlanib ketgandan keyin bu qirg'inchilik masalasi bevosita bizniki hozirgi durumimiz, ya'ni ayrim bir narsa bo'lib qitildi buning uchun. Shuningga agar bu mustamlika davrida mustaqil bo'lanmidik, xalqaro qonunlarga tushirib bu munda mustaqil bo'lish kerak degan narsani yozaman, okey. Decolonizationga kirdi bu. Onu yozgandan keyin onunkin beyondchu, agar u decolonization shu chog'dagi mustamlika qonunlari bo'yicha mustaqil bo'lish kerak degan narsa bo'lanmidi. Xitoyning bir qismi bo'lib ketdik deylik. Shunda bo'lgan ahvol ostida hozir bizning ahvolimiz nagacha bu ahvol bizningki mustaqilligimizga qanday ta'sir ko'rsatdi, qanday qilib mustaqil bo'lishimiz kerak, bu qanday fursatlarni olib keldi, buni tadqiq qilishimga va bizning diasporadagi, ichidagi va sirtdagi ahvollarimizni tadqiq qilishimga to'g'ri keldi. Shunga beyond, ya'ni decolonizationdan keyingi ahvolni yozishimga to'g'ri keldi. Shuningga bu temani Sharq Turkistonning mustaqilligi deb cho'ng temining ichiga decolonization and beyond deb qo'ydim. Bu meniki researchni dizayn qilgan vaqtimda framework qursiz bu kitobga. Kitobniki frameworkni tuzgan vaqtida shu kallamdagi qurilmadan chiqqan ismda bu kitobning qurilmasi. Bu kitap tədqiqat əsəri. Tədqiqat əsəri bolğan olğaçqa əlbəttə bununki oqurmanlarım çəklik boldu. Yəni kimlər faydalanırsın, akademisyenlər, bəlkə siyasetçiler faydalanışı mümkün. Bundan başqa oqurman nişanınız varmı, yoxmu? Siyasetçiler, akademikler, ondan keyin aktivistlar, Uyghur aktivistlar faydalanısı buldu. Ondan keyin yana mençe Uyg'urlarni o'qish kerak. Masalan, chet ellik tadqiqotchi, siyosatchi ulardan boshqa Uyg'urlar bizning yoshlarimiz o'qishib, bizning nima bo'lganligimizni, qanday bo'lib Xitoydan kirgani, qanday bo'lib mustaqil bo'lolmaganligimiz, ya'ni bizning haqqimizning nima ekanligi, haqqimizning nima uchun burmilinib ketganligi, yo'q qilib etilganligi, hatto o'zimizga normallashtirib, bizning bunday fursatlarni ketkazayotgan bo'lolmaymiz, qilolmaymiz, etolmaymiz. Bu xalqaro vaziyatda biz zodi mushta bo'lib qolgan haq deb o'zimizga normallashtirib olishdan qutulishimizga, undan keyin fursatlardan qanday foydalanishimiz, foydalanmasak nima bo'lamiz, hozirgi ahvolimiz nima bo'ladi, bu ahvoldan qanday qilib chiqib ketish uchun nimalarni qilishimiz kerak degan narsalarni, ya'ni tools and argumentlarni, munozirning usulida masalan bizniki nimalarni qilishimiz to'g'risida iddia fikrlarga beriladigan usul va munozirlarni o'tirib qo'ygan kitob. Shunga mencha Uyg'ur yoshlari ko'proq o'qish kerak deb o'ylayman. Uning ustiga bu kitobni yozishimda yana bir turtga shu acknowledgement qilib yozdim kitobniki. Mening kichik o'g'limmi bu kitobni yozishga turtki bo'lgan. Chunki men Uyg'urlar haqidagi bir kitobni sen inglizcha bir kitob yozsang,
Çünkü benim balam Uygurca gap kılamaydı emasmı? Okup düşünemeydi o kichigi. Şunu deydi. Apa sen İngilizce bir kitap yazsan, men Şarkı Türkistan'ın qanday bolğanlygini aşnыңdan ögensem, aşnыңdan bir tepsili düşensem, aşta yezip bersen bolmamdı, maňa dep bersen bolmamdı dep, aşta bek kızıqıdıjy kiçik oglum. Aşta degenden keyin men muşta yazmakçı diye wagtymdymy, aşu kiçik oglum bütün ben kitap yazıyorum avar kılma desem bir narsa yazıyorum desem apa sen yıllık kitap yazıyorsan ben hem işini kıp bereyim bütün oyunun işlerini kıp gittiyor ve hem iş sen kılma sen yazın ben kıp bermedim diyor. İşte bek küçük oğlum alıp bek support kılgan temini mesela bütün oyunun işlerini kılıp hem nimi men kılışık tegişlik işlerini taң yardam kılıp aşu otur mektabını bitirgen vaqtida o şunda aldıraş imtihan berip atkan vaqtida aş imtihanları şunda jıq tursun moylik imtihan bermen dep oturup almay maň opasını muş kitap moyun muş kitap çıksa men okuşum gerek depçi bek jıq yardam kılman şoňalyk bu mu bir türtkü boldy şoň yaşlarnyň okuşumu bek moyun bu kitap maňa bir neçe yaşlardan xat geldi özüm hoş bolup kaldym Uygur yaşlar advokatlyk okup atkan ijtimai fan okup atkan aşta bir neçesinden xat geldi ularga şu ata-analary ep beripdi bu kitapny ama mesela injinier yani şu science yani tabii fen tadqiqatçılığını kılıp atkan balladınmı, yaş balladınmı? Xat geldin, ben bunu özəmə hayran kaldım. Yani bu balla tabii fen okuvatkan mesela bazıları aerospace engineerken, bazıları computer science engineerken. Aşta ballamı hada bu kitabınızı setip aldık, okuvattığımızda xat geldi. Demek bizning Uygur yaşları Şarkı Türkistan'ın kelgisiga, vatanның nim bolduğunuga, bizning taqdirimizga pek qiziqdi degan gap. Çok qanday kasb o'qishdan qat'iy nazar. Maňa eng çoň bir artuşlyk tarapy hem bu tadqiqat qanday boldy, tadqiqat sualy qanday boldy degan intaýin muhimda. Çünki qanday desiniz bu ýerde aş Şarkı Türkistan iýlik oku diýenden üzüla Xitaynyňki Şarkı Türkistan ezelden Xitaynyň bir kısmy diýen köz garşylyk nisbeten çoň bir reddiýe. Şu reddiýege siz jogap tepiş üçin tarih materiallardan, kanundan ve ilmi materialdan paýdanyp turup bunu Xitaynyňki bu köz garşylygyny agduruşga tirişdiňiz we sizin gipinizce ma'lum maksat ketken bolunuz. Bu men üçün hakikaten muhim. Çünkü Xitaynyňki bizge nisbeten tutkan bu köz garşyny agdurup, onun nisbeten yeni bir köz garşyny otturup koyuş ve onu halkara kanun bilen asas kılıç hakikaten bir seviyetlep kıldıgan bir iş. Bir şeyde bir sual sorsam siz Xitaynyň şu Şarkı Türkistan bizdinki zeminimiz diyen köz garşyny nisbeten qanday bir usul metod işletdiňiz? Qaysı Pakistan işletdiňiz? Qanday isbatlap çykdyňız? Bu mening bu yazgınym özümning perspektivi, Şarkı Türkistan halkynyň perspektivi, yani köz garaşlary, konsept, ideýalary, onundan karşı tarapyň konsept, ideýalary Xitaynyň. Ularnyň hemmisini halkara waziyetini, bularnyň hemmisini öz içine aldygan, bunu tahlil kıldygan, yani nim bolgan, kanda boldy degende tahlil kıldygan ideýalarny otturup koýdygan hazır siz degende bir kitap bolganlygy üçin, yani bir scientific kitap emas bu. Mesela sebep netije münasebeti bilen manyndan ma çykdy dep bir narsani quantify bir narsani isbatlap oturga çıkılan narsamiz. Şuna bolganlygy üçin bu kitap elbette qualitative research metodunu işletdim. Ben de o tadqiqat metodunu işletkende şu tadqiqat metoduga asasen nurgun strategiýalaryny işletişimge togry keldi. Mesela qanday strategiýalaryny işletip bu tadqiqat metoduny maňa. Onundan keyin bu researchni dizayn kılışımga togry geldi. Mesela kitapnyň kurulmasını yani nazariy kurulmasını kurup aldım degendek. Onundan keyin o kurulmaga asasen u ýerde research yapmağa wagtymda material toplaşga, data toplaşymga togry keldi. Mesela bu birli xil şekildeki datalarny toplamydym bu metodunu gollanıp, yani birli xil data toplaş strategiýasy metodu gollanmadym. Her xil data toplaş metodunu gollandım. Yani bu qualitative yani sübetçil metodunki şu mesela nazariyevi teoriýaçy, nazariýany asas kıldygan strategiýasyny işletip durup, ondan keyin research yapardym. Bu research yapaganda mesela data toplaganda her xil, köp xil yani multiple data toplaş usulunu gollandym. Mesela document review, her xil dokumentlarny toplap review kıldım. Literature review, yani başkalarının burun bu togurda bergen köz garaşlary, başka yazgıcı, tadqiqatçılarning otturup koygan pikirleri ve hazırkı pikirler kandak bununla okşumaydı, nime okşumaydı degende literature review bularını izleniş yapmadım. Onundan başka yani nurgun interviewlar var. Hatta kiçik sample hatta da gitme özüm kılan kiçik sample interviewlar mı var? Anki narrative interviewlar mı var? Bularını analiz kıldım hemsini. Şu an bu data toplaş her xil
ko'p xil shakldagi data to'plash metodini qo'llanib, bu datalardan undan keyin bir konsept, ya'ni har bir datani analiz qilib, inductive yig'ma xulosa, ya'ni bu narsalar butun shu spesifik ushaq butun datalardan yig'ma xulosalarni chiqarib mangdimda, ashunda bir shaklda metod ishlatdim yani. Bunu gelme bu hazır tədqiqatda bu şöyle bir neçə ufqumla bək mühim. Kitap yazgan vaktimizde 5-6 ufqumla sübətnimə yurtib birləşdirişimiz şəhərləb birişkə. Şu iyilik hukuk deyimiz, xalqara kanun deyimiz, müstəmliki deyimiz, inci deyimiz, yerlik millet deyimiz degan ufqumlarni çoxum yurtib berdiniz deb oylayman. Bu ufqumların arasında siz bizim iyilik hukuk degan ufqumni yurtib bergan bolsanız, nimiş qadısınız bizning Sharq Turkiston nimish mustaqilimiz degan vaqtda bizning Sharq Turkistonni mustaqil bo'lish eng cho'ng bizniki qonun asosimiz shu zimin qo'ygan ig'dorchilik huquqimizning ko'lamida bizniki mustaqilligimizniki eng cho'ng sabab nimasi maqsadim shu. Xitoy deydi hozirgi xalqaro qonun o'qisdan ulus davlatni o'qisdan Sharq Turkistonga bo'lgan ig'dorchiligida sababidan mana shu ziminga men ega degan bilasida ko'z qarash o'tirib qo'ydi. Shu ig'lik huquq masalasini bir sharhlab bergan bo'lsa undagi boshqa savol qo'ysak. İgili hukuk meselesinde hem de şu yernin kim ilgisi olsa şunun ilgisi, şu yernin ilgisi men diğerler nerse çıkıdı bunu da mındalık karısa. Ama hazırki devletle münasebeti de yani nation state'la, ulus devletle sistemisi boğalık üçün dünya. Yernin ilgisi olsanlam ilgili hukukun buluduğu diyen bir nerse çıkmaydı deydi şu yerde. Şununla ben bu yerge indigenous meselesini, asallık milletler meselesini hemmisini ekirip Şarkı Türkistan halkı indigenizmi emas, yani halkara kategoriyadaki halkara kanununki kategoriyasidagi u indigenous degan gibi tushmaydi. Assallik, ya'ni boshqalarning bir davlatdagi assallik millatmi emas. Ya'ni bu davlat, bu yerda bir davlat bo'lgan, bular o'zi bir davlat qurgan deb xalqaro qonundagi qanday o'zi davlat bo'ladi degan hukm bor, bir qonun borchu, Montevideo Convention. Şununki definitionlar, yani tabiriga asosan aşının hemmisiga biz manda tushdik, manda davlat qurgan, biz bir quruq yerning bir yerdan bizmiş to'g'ri, biz uni makirdim tarixim desangmi azaldan biz shu yerdan, shu uyg'urlar shu yerning egisi, azaldan shu Sharq Turkiston paydo bo'lishdan tortib Allah bizga bergan yer degan narsani isbotladim. Uningdan boshqa asosiy kuchiginim u yerda biz hozirgi sistem, dunyo sistemasi, ulus davlatlar sistemasi bo'lganligi uchun biz bir ulus davlat bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lgan. Yani etnik devlet olaylı, ulus devlet olaylı, nim devlet olaylı, eşkıp bir nation state bo'lgancha shu yerda. Şunu ispatlash orqali, ya'ni bunday egilik huquqi deganda bir quruq ziminga bo'lgan egidorchilikni emas, bu yerda bir davlat qurgan, ya'ni bir davlatga bo'lgan egidorchilik, ya'ni u davlat tajovuzchilikka uchirdi deganlik bir davlatning zimin tajovuzchilik emas, territorial integrity deydi xalqaro qonun, ama bütün hamma nemisini sadece bir tuproqning tajovuzi emas, bütün xalq, bütün qurilgan davlat, bütün hamma neminiki tajovuzchilikka uchirganligini isbotlash uchun shu shaklda bir shunda isbotladim, ya'ni egilik huquq deganni. Ruqyaqani men bu sohadagi tadqiqotda mening bilishimcha, men bek oz deb o'ylayman. Mush tadqiqot esaringizda mush sohaga mush aslida qanday qarash bir to'pi qo'shdim deb o'ylaysiz? Bizninki mesela Uygurlarınki nurgun kitaplar yazıldı. O yazılgan kitaplarınki mesela tarihi eserlerimiz var. Bizninki şu ezeldir şu zamanın ilgisi Uygurların şu yerde yaşap geldiği doğruluk tarihi eserler var, ispatlanan nesler var. Lakin onunki qirg'inchilik doğrusu da mı? Mında qirg'inchilik bo'layotdi, Xitoy biyat qirg'inchilik qilyotdi deb bütün bunu isbotlab yozilgan nurg'un asarlar bor. Yaqin Uyg'urlar yozdi, lager shahidlarimi yozdi. Bunda kitoblar bor, lekin Sharq Turkistonning mushu egilik huquqining qirg'inchilikqa va mustamlikaga billa bog'lab, ya'ni qirg'inchilikningki asli yiltizini mustamlikadan izlash orqali mustamlikadan bu qirg'inchilik kelib chiqdi degan narsani tarixiy va bo'layotgan hozirgi ahvol qirg'inchilikni va shundaqla buning xalqaro qonunga, xalqaro dunyo sistemasiga ko'rsatadigan ta'siri va bog'lanishini xalqaro qonunlarni birlashtirib turib mundaq yozilgan bir kitob mencha hozircha yo'q. Bundan ko'p chiqishi mumkin. Shuningga mushu sohatga bir bo'shliqni to'ldirdimikin deb o'ylayman. Yo'lni siz yasagan bo'ldingiz, ya binoning tigini. Onun üstüge chiqishi mumkin deb o'ylayman men. Xitoyniki bizga nisbatan yurgizgan irqiy qirg'inchilikni shu tuproqniki, zaminniki mustamlika qilinishdan bo'lgan degan ko'z qarashni o'tirib qo'ydingiz. Ki bir shaygacha men qo'shilmanki shunda.
Ama bu Xitayning siyosiy madaniyatida cho'qim yot millatlarni ya assimilyatsiya qilib o'tadigan yoki yo'q qilib o'tadigan başta bir zihniyetim var, ideyasi. Siz bu ideyasini şu kitapta kirgizdingmi? Kirgizdim çünkü buningda men asosan Xitoyniki qirg'inchilikniki niyatini, qirg'inchilik bo'lish uchun bu crime against humanity'den yani ethnic cleansing'den yoki crime against humanity'den insoniyatga qarshi jinoyatdan qirg'inchilikning genocidening farqlanadigan yeri mushu qirg'inchilik qilayotquchida mushu millatni diniy va millatiy irqiy tufaylidan butunlay yo'qotib etmaydigan bir niyat bo'lganmi bo'lmaganmi degan narsa bilan farqlanadichu. Bu insoniyatga qarshi jinoyat va boshqa jinoyatlardan qirg'inchilikning farqlanadigan yeri shu. Shunga bu yerda men bu kitobda asosan shu Xitoyning niyatini yozdim. Ham bo'layotgan qirg'inchilikni ham bunda bo'ladi deb qo'ysam, bu qirg'inchilik emas deb turib oldi. Shunga nurg'un davlatlar qirg'inchilik degani unamagan, nurg'un tadqiqotchilarning degani unamay turib olganlarning sababi shu. Shunga bu yerda men shu Xitoyning niyatini isbotlashga tirishdim. Xitoyning niyatini isbotlagan vaqtimda Sun Jung-sandan tortib, shu burun bizga kirib elishdan tortib, bularning niyati zodi bu millatlarni yo'q qilib ketish, sumirish, ya'ni qanday isbotladim deganda, assimilyatsiya qilishdan halqigan bir yo'qotish, ya'ni faqat assimilyatsiya qilish emas, assimilyatsiya qilish, absurd, sumirish, assimilyatsiya qilish, qilolmaganni yo'qotib etish. Degandek mushunda bir planini uchun, shunda bir planining niyatining bo'lganligini, ularningki burunqi shu o'zlarining dahiylarininki so'zlari, dokumentlarini shularni tap chiqib so'zlagan so'zlari, degan narsalari, yozgan o'zining konstitutionlariga keyin qanday amal qilmaganliklari, mushularni nima qildim. Shunga bu metod jihatdan bu kitob maso va mikro analiz demdi. Institutionlarni hukumat davlatlarninki policy siyosatlarini analiz qilish bilan birga uninki shaxslarga bo'lgan ta'siri va shaxsning buniga ko'rsatgan ta'sirlari degan analizlarni kirgatdi bu kitob uchun metod jihatdan analiz. Nimash bu savol so'rayman degan vaqtingizda hozir nuqul Sharq Turkiston vaqtida mustamlik qildi. Mustamlik qilmagan taqdirdami? Xitoyning shunday qilib siyosiy madaniyat eng bo'lg'achqalar u cho'qim Uyg'urlar Sharq Turkiston ziyon berdi demoqchiman. Masalan deylik, ertaga qo'pab bir xalqaro davlatlar, cho'ng davlatlar yoki xalqaro organlar va yoki bizim ishimizni hal qilmoqchi bo'lgan bir turkum kuchlar bulardan bir yashashlar bo'ldi degan narsa o'tirib qo'ygan taqdirda to'xtabdi bu o'tirsam mana masalan o'tirib qo'ydim ideyani dil yashanglar huquqlar bersin degan. Ammo bu Xitoyninki shu 5000 yillik madaniyatida, siyosiy madaniyatida cho'qim atrofidagi yotlarni yo'q qilib o'tadigan, assimilyatsiya qiladigan bunda bir ideyasi bor. Bu ideyasi bo'lganlik uchunlar bu ideyasini ta'sirida biz cho'qim yanada ziyonkashlik qilishimiz biz bo'lamiz. Shunga biz sizlarninki bu murassallashtirgich gapinglarga biz qabul qilolmaymiz. Chunki manda sababidan deb. Chunki bir qism Uyg'urlar bor chet elda. Nima qilsangiz, shu bizning huquqimizni bo'lsa, ba'zi erkinlikni berib qolsa, biz birga yashashga rozi deydiganlar soni mencha oz emas deb o'ylayman. Chunki agar shular rozilik bo'lgan taqdirda Xitoylar birga yashagan taqdirda Xitoyninki shu ideyasi mavjud bo'ldi ekan, yotlarni assimilyatsiya yo'q qildi ekan. Ya'ni biz marketing irqiy qirg'inchilik yo'qolmagan bo'lsa, ikkinchi bir qitimliq irqiy qirg'inchilik butunlay yo'qolib ketishi mumkin degan narsani demoqchiman men. Xitoyning bu ideyasini sizning yuritib berganingiz ajoyib yaxshi bo'libdi. Tige'ga kirib ketolmadim, ammo hozirgi Xitoyninki tadqiqotchilari, masalan, Fei Xiaotong, Hu Engang, Hu Lanhe deganlari bor. Shu tadqiqotchilarninki yozgan maqolalari, so'zlagan so'zlardan misol oldim. Xitoy o'zi da'vatudi-chu, uni o'zi debdi. Mana bu Jangoshi urush davri bor Xitoyning. Shu vaqtida biz 1400 ushaq davlatdi. Keyin mana 3 ushaqqa kelganda manchilik qoldi. Undan keyin azlab 10 necha davlat bo'ldi. Undan keyin kichiklab mancha davlat bo'ldik debchi. 1400 davlatdan biz kichiklab bütün shu boshqa davlatlarning hammasi asalliq millat deydi. Bularni asalliq millat degani boshqa millat deganda, boshqa millatlar qurgan davlat, biz ularni sumirib, oxiri Xitoy bütün agashqlarni sumirib o'zimizga akirib yo'q qo'yitimiz, sumiranmaganni o'tirib etimiz demoqchi bular. Uni ochiq da'vatqani bor Xitoyning o'zining analizchilari uchun. Shu mushularni akirdim kitobga bularning tadqiqotlarini. Buni ashta sumirib mushta bo'lib biz Xitoy bo'lib qoldik. Hatto Fei Xiaotongning Shangang so'zlagan bir so'zida agar Xitoylar deydi, cho'qim Xitoy qani, sap qani deyishga to'g'ri kelsa, Xitoy yo'q bo'lib qoldi bu yerda deydi.
Çünki biz bütün qinimizga bütün xalqni sömürüp mush kunga kelgan demakchi. Xitoy yo'qib qoldi. Shu Xitoy davlati degan narsani yo'qib qoldi. Biz shu sömürüp mushta rivojlantirib o'zimizni mushu kunga keldik deydi. O'zlari da'vatida buni, ya'ni bu zihniyatni o'zining tadqiqotchilarimu yo'shirg'ini yo'qchi. Bakki ochiq oshkor demisimi implicitly, ya'ni gapning tegidan gap yo'rg'iltib degandek imply nima chiqaryotdi-da shu demisimchi niyatini. Şu anda kitabınızdaki bu tədqiqat sualınızı yürütüp işlemiştiniz. Çıkan neticeden siz memnun mu? Chiqqan natijam chunki bir tadqiqotchi bo'lish sifatim bilan nihoyatda kritik davrandim. Ya'ni o'zimning maydonda turib ba'yoz bir opinion kirib qolmasin, ya'ni ko'z qarashimni, ya'ni bir taraflamalik singib qolmasin bu kitobda deb. Masalan, hatto data to'plagan vaqtimdimi, data to'plash strategiyalarida masalan haqni intervyu qilasiz, document review qilasiz, literature review qilasiz. Shularning hammasiga kritik davrandim. Ya'ni kritik savollarni qo'yib turib, shunday muomala qildim. Ammo chiqqan natijada ne diyelim bizga bo'lgan haqsizlikqa üzüldüm. Yani beklemem de bunda mı haksızlık, yalgancılıkның qurboni mushundami uzun yil bo'lib ketibmi? Tirilanmagan buni o'ttirg'i chiqara olmay, shu o'zimiz ichimizda tirkishibli qolib qolgan mushundami bir millat bo'lamdi deb uningga beklam echindim. Am bu bizninkilarmi chiqibdi teshiga masalanchi. Onu mu yazdım ben? Bizninki davanın diasporadaki taraqqiyotini. İçidikilarga hech nima qilamagan bo'lsa, masalan, teshiga chiqqanlar, Aysa Yusuf Aliptekin, Muhammed Buğra, efendim üç efendim bular chiqibdi teshiga. Chiqib Turkiyada bu davada şu vaqtida Turkiya nihoyatda cho'ng ish kechib berganki. Bular cho'ng islom konferenslariga qatnashganki, hatto Amerikadagi Nixonga xat yozganki. Ammo men deyman, bu şanssızlığımızga içindim yani. Nimdaymiz talay kelmegenlikdeki fursatning bizga kelmegini yoki kelgan fursatlarni ketkizib qo'ygan ishlar, mushta narsalarga bak içindim. Masalan, Aysa Yusuf Aliptekin efendim o'z vaqtida Gomindanga ishlagan. Hamda Gomindanga nima qildigan odamkanda, u Gomindang deganmi shu bizni mustamlik qilaman deganlar. U aniqlar masalan. Men Muhammed Buğra efendim Tayvan bilan shu vaqtida konsullik xat yozgan xatlarni kirgizdim. Men bu kitobga document research qilganda masalanga shu CIA'ning declassified qilgan, e'lon qilgan materiallardan jiq foydalandim, kirdim. Shu vaqtdagi xatlarni izlanib qarsam, Muhammed Buğra efendimninki Muhammed Buğra Emin efendimning Tayvanga yozishgan xati bor ekan, u xatda u sözleşken sözünü yani hitamas sözleşken sözünü nim değişkinni Tayvan'daki birisiga yol barısmış şununla evetken bir hitap hakenda o hatta değişçi bu Muhammed Emin efendim bek konuyu yerim bu açık yap kitipti çünkü Tayvan sizler baribir bizning bir qismimiz sen Şarkı Türkistan deme mustaqil deme depçi aşında deganken bu efendimga şundan nimishkunda deyse biz mustaqil bo'lamiz deb qattiq ching turgan ekan-chu. Ching turib, men shunda ching turdim. Bu Tayvanmi bizning mustaqilligimizni xohlamayotgan bu Gomindanglar bizga yordam qildi degan bilan deb bu odamning bek ochiq kelib yozgan xati bor ekan isbot. Ammo Turkiya u vaqtida qo'llab mustaqil danglar biz Sharq Turkistonning davosini danglar Türklarning ya'ni butun deganligi uchun bu yerda Isa Yusuf Aliptekin efendimga nurg'un yo'llarni ichib biribdi ekan. Masalan, Nixonga xat yozgan. Ammo Nixonga xat yozgan vaqtda dal Nixonning Xitoyni qabul qilib, biz Xitoy bilan yaxshi munosabat o'tkazamiz, birga bo'lamiz degan vaqtga to'g'ri kelgankin, u xat hech nimaga arzimagan gapda, u ko'rish bilan masalan Captive Nation deb bizni nimishga e'lon qilmaysizlar deb Aysa Yusuf Aliptekinninki yozgan nimasi bor ekan, ko'rishgan. Boshqa yerlarni dedinglar, bizni demidinglar debchi. U narsalarni hech qanday bizga hech qanday ko'ngil bo'lmagan gapda Amerika shu vaqtida. Ammo ilqi g'arbga yuzlanmay qoldik, Turkiyada cheklanib qoldik deydi-ku, bizning ba'zi odamlarimiz shu vaqtlarda cheklanib qoldik. Endi g'arbga yuzlanyapmiz deydi. U bekor gapga shu vaqtida ham g'arbgami, butun musulmon dunyosigami hammaga ichib biribdi asli ishni-chu Turkiya. Yuzlanibdi g'arbga. Bir jihatdan o'zimiz masalan qanday qilishni bilmadim. Andan keyin yana bir jihatdan bizga shu fursatlar kelmabdi. Kechikib qipti-da endi. Masalan, Dalay shu 50-yildan 49 besib olganda 50-yildan BDTga masalan bizni Xitoy manda besib oldi, biz degan besilgan bizimda bir xat avatibdi ekan, lekin u xatni bizga yumshoq avatganligi uchun Tibetning davosi shu u xatning ichiga Dalayning yozganda bizga madaniy
kültural hukuklarımızı beriş gerek Xitay bizni qirib etip bardı o zamanımızga tajavuz qilib kirib elib deb yezibdi. Şoňa davamlıq bu otur ýoly hazırky kägeçe kiwatypdy hem de söýrilipçe Tibetning bu iniq bir näse bolmay nimede. Lekin bizni besip algan digen näse Tibetke şu wagtydan tatyp kirip bopdikende şu xat arkaly. Endi bizni adamlarymyzga şunda işikler uçup, şunda xatlar nemişki BDT'ge ýezilmedi. En kıskysy o bir report memeske, bir parça xat geldi alayna ýazgyny. Şuna bir xatlar nemişki ýezilmedi. Neme üçin Nixon däwri kelgiçe bu saklandy. 70-nji ýylyk kelgiçe. 20 ýyl nemişki ketdi de endi aşağıda. 10 neçe ýyl mı diýdi. Nixon däwri kelgende o Nixon Xitayny BDT'de qabul kılıp Xitay döwlet dep itiraf kıldy bu Xitayny. Şuna itiraf kılyman dewatkan wagtyda onundan keyin sen Xitayga karşı bizni Captive Nation kıl biz mustaqil boluşymyz gerek dep Eýsa Ýusuf Alptekinning ýazgan äwetken näsleri we point-pointlary bilen saklandyk üçin. Şuna ýaxşy ýazgan, amma onuň hiç birisi emelge aşmagan. Yani içinişlik halimiz. Nimdeyimiz? Şu kanda hulasa keldiňiz her bir näsini ýazgan wagtyda içinime, haksızlykymyzda içinime, amma haknyň biz tarapda ekenligini hoş bolmaý. Şuna düşündireyim. Şimdi haklık bu iş intayin mühim. Çünkü insana bir öz işenç atak kıldı, gurur atak kıldı, tekim bir gaye atak kıldı, maksat atak kıldı. Şu an haklık bu yetmedi. Biraz tekim bir güç yok, tekim terakki kılgan özümüzde güçlendirip. İspatlayalaydıgan şu sizge okşaş, tatlıkkaşı köp yesip çıksa, haklılığımızı tekim ilmi seriyede götürüp aşağıya aparalsak, ünümün tekim yaxşı durayım dep oylayayım ben. Bu sizin kitabınızda hem de mühim bir terpi var yani bu kitabınızda kanun terpi hem de. Xalqara kanun köp müracaat qilibsiz. Xalqara kanunun insan hakları kitapnamesi deyimiz. Bundan başka medeni kanun veya ki ictimai ve medeniyet münasebetlik hak talep, hakkı münasebetlik çok. Hak hukuku münasebetlik kanunlara müracaat qilib oxşaysız. Çünkü Doktor Charles Burton'unki kitap xulasy şularni tilga aga oxşaydı. Bu toğrusu biraz kısıkça. Söze berem siz. Xalqara kanunlarda men asasen analiz qilganimda bu abay degendek kualitativni, süpetçil metodunu işletkende asasen ideya ve nazariyelerini oturgu çıkarışkı, tırışkanlığım üçün bu yerde comparative, siliştirmeni bekçik işlettim üçün. Şunga bu mesela xalqara kanunlarına ekilip siliştirme nemesinin usulunu kullandım. Siliştirme usulunu bu mu şu baştaki birinci part, decolonization kısmında siliştirişini bekçik işlettim. Şunu bu siliştirişini işletiş üçün şu xalqara kanun lazım oldu. Ekilip hem de 10 yıllık memanda Charles Burton depdi, ensiklopediya şeklinde ekilip kanunlarını ma kanun dumanda degen dep işletdi depdi. Undaq mı işlettim? Ama undaq kılmay kanunlarını birbirine siliştirip mi işlettim? Mesela ma kanunu munda depdi, lekin bundaq boluş üçün biz şunu düşmendik. Onu tahlil kıldım, tadqiq kıldım. Ama muşta diğerlik üçün biz mi düşümüzgen o manınğa depli koygan näse yok. Başka kanunda nem dedi. Mesela 1970-nji yıl çıkan kanun, onun aldıdaki kanunlarını kanda inkar kıldı. Qaysı mesela qaysı convention'da degen näse bilen qaysı resolution'da degen näse bir-biriga okşamadı. Mesela bu okşamay qalsa bunu en kıskısı birli misal qilsam şu self determination meselesinde self determination'da insanlar, xalqlar degan, ama xalqlar degan bu to'g'rida jiq tadqiqotlar bor. Nurg'un material kitap ko'rdim, literature review qildim. Faqat shu qonunda mushta debdi u xalqlar bizim xalqwanki mustaqil bo'lishimiz kerak deb ham ensiklopediya shaklida unda ham oddiy og'nim undaqlam ishlatmadim deb o'ylayman men. Chunki men jiq literature review qilib boshqa kitoblarda bu xalqlar deganni analizchilar, tadqiqotchilar qanday tadqiq qildi. Bununga qaradim. Undan keyin BDT o'zining general resolution'da masalan self determination deganni kimga qaratgan? Bu xalqlarda mustaqil bo'lsin, siyosiy huquqini bersin, uni buni bersin deb masalan qarasangiz nurg'un convention, nurg'un resolution, hatto charter nurg'un narsalar bor-ku bu. Bu narsalarni ham bu bo'lsa, bo'lgan bilan biz tushunmadik. Buni chunqur qezib chiqib izlanish uchun yana shu qaradim masalanga. Bu BDT o'zi bu self determination deganni qanday sharhlaygan, qaysi resolutionda nimlab sharhlaygan. Buni özlerinin recommendation'da, general recommendation'da içki ve taşqi deb içkiga sharhlab qo'ygan. Chunki mushta qalamqashlik bo'lib ketganligi uchun o'sha sharhlaganligini uni tep chiqib, undan keyin bizga demak eksternal degan biz haqliq-ku. Şununla haqliq. Demak, şununla biz çoxum mustaqil bo'lishimiz kerak dedim. Chunki bu self determination degan bakki mücmel bir hukm bo'lganligi uchun
u xalqaro general recommendation'da mesela recommendation degan sungan munda bo'lish kerak deb tushuntirilgan bir talabda shuningda tushuntirib qo'ygan. U tushuntirganni izlab chiqmasangiz, topmagan bo'lsam, masalan, bu self determination'da bundan murakkab qandami bir mustaqil bizning mustaqilligimizga tushmaydigan narsa ekan bu deb o'ylab qolsiz-da, bu qonun bo'yicha qanday bir mustaqil bo'g'ini bo'ladi deb qolsiz. Lekin shundan mujmal bo'lib ketganligi uchun bu oxir bekchiq talash tortishlar chiqib ketgankin, uni sharhlab qo'ygan yana bir narsami bor-da, resolution bor. Shunga ondan keyin bu resolutionlarni nurg'un masalan Kosovoning, buning ashuna hammasinikini yozdim men. Yozgan vaqtda nima uchun Kosovoga tushdi? Kosovoga tushsa qaysi qonunda qanday degan bo'lsa, qayerda nim deb tushdi? Bu yerda bunda tushdi degan bilan yana bir qonunda uni nim deb inkor qildi. Shuningga nima uchun nega kim tushmaydi degan narsalarni hammasini izlab chiqdim. Shu hozir sizlarga bir masalan üstadlarni o'z belgilash degan shu huquqning qanday o'tirib chiqqan, kimlar uchun tatbiq qilingan, qanday shaharlangan, kimlar shaharlagan, buniki qaysi amaliyotga tushgandi, nima ish qilmas kelgan, mas kelmagan bo'lsa nima ish qilmas kelman deganni huquqniki hamma tarafini yuritib pishirishni bu nada amaliyot yaxshi bir tadqiqotchiniki ro'yi deb qarayman. Chunki elbla shu huquqniki manda deb qo'yganning o'rniga siz degandek hamma tarafdan qarab turib, endi masalaga kirgan bo'lsa, unda ishonchlik darajasi, qoniqarlik shuncha oshadigan bir tarafi bor shuninki. Endi bu kitobni siz yozib bo'lgan bo'ldingiz, tadqiqot savolini o'tirib qo'ydingiz. Shu tadqiqot savolingizniki javobini topdim deb o'ylamsiz? Bence bunu okurmanlar o'qib baqsa, bu tadqiqot savolini javobi chiqdimi, chiqmadimi shu yerdan ko'rsa yaxshi bo'larmikin deb o'ylayman. Men topdim deb o'ylayman. Chunki haq biz tarafda emasmi? Haq biz tarafda bo'lgandan keyin, bayami dedim, haqsizlikqa uchirganimizga ichindim debchi. O'zimizni haq bor haqnimi chiqaramaptiq, isbotlayamaptiq deb buning ichindim-chi. Misha shu. Bu kitobni yozib bo'lgandan keyin savollarimga javob topdim. Ya'ni men masalan bu kitobning metodida men boshda haq biz tarafda shu haqni chuqur biz mustaqil bo'lishga tegishli millat mustaqillik, shu mustaqilligimizni isbotlayman deb shuni tushirgan datani, tushirgan materialni to'plab qilganim yo'q. Albatta to'plagan materiallarim, datalar, meniki research savollarim bilan munosabatlik, maqsadim bilan munosabatlik. Lekin munosabatlik materialni to'playsiz, albatta munosabatsizni to'plamaysiz. Munosabatlik, ammo munosabat bo'lgan bilan men shunda bir narsani teoriyani tuzib oliblam, shuni tushiraman deb to'plamadim-chi. Bu deduktiv research qilmadim, induktiv qildim. Yig'ma shaklini qo'llanganligim uchun kechirsizlar. Shu uni qo'llanganligim uchun butun datadan kritik shaklda davrandim. Ya'ni o'zimni bir chetga olib qo'yib turib, men xuddi bir Uyg'ur emasdek turibmi, zodi biz zodi haqsizmi? Yoki bunda yerda tushmamdi. Biz zodi ashani bizningki shundaq bo'lganligimiz uchun davlat qurmagan bo'lsak, indigenizliklar bo'lamiz, haqsiz bo'lamiz, shundaymi? Zodi qurgan bo'lsak, bizning bu davlatimiz qanchalik bo'lgan, qanchalik haqqa tushdi, nima haqsizliklar bo'lgan. Ya'ni kritik shaklda davrandim. Agar siz bak subyektiv harakat qilgan bo'lsangiz yoki bir tarafli harakat qilgan bo'lsangiz, xalqaro qonunga o'z taxtini o'z belgilagan, injiniz degan hukmlarni ansiklopediya qanday tushunib shu paytda eplab paylanib qo'ygan bo'lardingiz. Ammo siz yana qanday bo'lmasa bir asarning ilmiy qiymatini oshiraman, ishonchligini oshiraman degan maqsad bo'lgan bo'lg'achqa, ya'ni mavjud masalaga nisbatan javob tepish bo'lgan bo'lg'achqa, shunga hukmlarni mana oldi keyinga qarab, cho'nqurlik qarab, munosabat qilgan boshqa mazmunlarga qarab, bunda astoydil muomala qilishning o'zimi dal o'sha bek hissiyotchan emas, masalaga objektiv muomala qilishning bir ifodasi. Aslında bu kvalitatif yani sifatçıl izlenişte objektif muamele qilish pek tasdiq bir narsa. Subject bilan objectning nimasi pek aralashib ketib qoldi. Chunki sizning bu kitobga yozilgan narsa faqatla sizning shaxsiy ko'z qarashingiz bo'lmaydi. Ya'ni siz tadqiq qilayotgan masala va insonlarning perspektivasi kirdi-chu buning. Masalan, men tadqiq qilayotgan narsa Xitoylarning institutionlari, Uyg'urlar va Uyg'ur Sharq Turkiston davlati degandek bu narsalarning hammasining ko'z qarash, ideya, konseptlari kirdiganligi uchun
qurulma bir-biriga bek aralashib ketadi. Ammo shundaq ahvol ostidami bu researchda asosan shu bek objektiv bo'lib ketolmaysiz, ammo o'zingizga tadqiqot jarayonida bo'lmasa shu data analiz qilgan vaqtida qanday nimaning reflekt qilganiga bek yaxshi muomala qilib, bek kritikal muomala qilmasa betaraf chiqib qolibdi xulosalar. Çünkü siz eserinizde nokul Uygurca, İngilizce material paylaşmamışsınız. Xitayca material vardı. Çünkü Xitayca material paylaşmagan olsun o vaxtda eser degende bir subjektif sel iş ketken bulardı. Xitaycadan paylaşdın diyen gap elbette demek muşa münasebetlik eserler var. Hem siz tədqiqat bo'lsangiz hem siz bunday bir adil muomala qilishga tirishqanligingizni bir ifodasi deb qarsak bo'ladi tamamen. Çünkü siz onun üstüne birinci kol materyalini paylaşıp ehemmiyet veriyorsunuz. Birinci kol materyalini paylaşışının yüzme yani işin eserindeki ilmi kıymetini aşırdıgan mühim amların bir kısmı. Bu kitabını yazıp olan buldunuz. Menimce adırca yani sizin gibinizde onun üstüne bu yazılgan kitap hulasıdır. Bahala yukarı. Eğer müşüne kitabınızın kayıtlı bir yazısı doğru kep kalsa, kaysı mezmunlarını koşkan buladınız, kaysı mezmunlarını çıkıp taşıgan buladınız. Ben qayta yezishga to'g'ri kelib qolsa, dekolonizationdan keyingi qirg'inchilik bo'layotgan bizning hozirgi ahvolimiz va hozirgi xalqaro vaziyatni update qilishimga to'g'ri keldi. Ya'ni geopolitical, Sharq Turkistonning geopolitikada tutgan o'rnini jiq qatgan bo'lardim. Jiqroq qatmanda keyingi mazmun. Geopolitika qismini davlatlar bilan bo'lgan politikal munosabati, uning geostrategik o'rinli degandekchi. Ya'ni o'ylab baxsam bir qisqa yezib o'tib ketibdi menchu. Yozmadim ama çünkü eksternal tashqi vaziyatningki bizning mustaqilligimizga ko'z tutadigan qismini yozdim emas, tahlil qildim. Shu yerga chunki shu vaqtni kitobni yozayotgan vaqtimdagi tashqi vaziyatni yozgandim. Chunki dunyo pek jiq o'zgarib turdi. U qismini davomli update qilishga to'g'ri keldi. Agar kitobni yana update qilish mumkinchilikim bo'lsa, ashani yana qaytib o'zgarayotgan vaziyat bilan o'zgarib turdi. Göz karşılığını ispatlaş için nurgun materyal, hüccet, onun için məlumatın paylanıyoruz. Belki kinin göz altında yeniden çıkıp kapkaççı, şuna münasebetlik materyallar. Belki kırgız için mümkün demekçi. Yani muşluk yanında bir sualını sorsam programımızı tüketsek, yine muşluk münasebetlik bir kitap yazış planınız var mı? Çünkü siz muşluk izlendiniz, çok izleniyorsunuz. Elbette bunun münasebet temalar çıkıp durdu, meseleler çıkıp durdu, tədqiq konuşuq deyişlik. Bu ehvallar kelib chiqadi. Shuna kalınızdan şuna bir tiyim buluş mümkün deb o'ylayman men. Bormi kalınızda? Aldı bilan shuni bir e'tirof qilsak qolmaydi. Bu bir tadqiqot eserini ro'yobga chiqarish, nurg'un aqliy emgak, uni jismoniy qilgan shu oson bir ish emas. Uning ustiga siz dedingizga ham vaqtdan vaqt chiqib yozilgan eser bo'lishimi, men asarning qiymatini o'qishni taqdirlash bir ish. Yani yeni bir tevzi karakterlik bir iş. Yani biz normal Uygur cemiyetinde çetelik için kitap okuşunu istimsel tüverek de oylayayım hem de. Ondan ki bu kitabımızın menki olan vaxtıda kanç köp bir neçə program bilen kanç köp düşendirelsek programlar arkalıkçı texim yaxşılarım gidip oylayayım. Çünkü siz düşendirip bəsin şunda yaxşı düşengen birisi bilen texim program işlep düşendirilse belki okurmenlerge yetiş noktasından sel önüm bulan kitap oyuldum ben. Etnik ulus öğretken kitabımızın şundak kitap. Okuğalla oldu hakikaten. Lekin yeneler kaydedin şu yazgıç tarafinden, tədqiqat tarafinden, tahrir tarafinden ya ki münasebetlik şu timini yaxşı bildiğalar tarafinden şehirlense, kanç köp düşendirilse onun önümünden yuqur bulğanlığını ben öz emildiğimde körəglik. Onu sizin aslında tədqiqat əseri olğan ikən bu texnik şuna ihtiyac deb oylayım. Qayta şəhərləşmə. Ben bir gapni qaytib qo'ysam, bu kitoblarimni o'qigandan keyin, masalan, etnik va ulus to'g'riliq kitobni masalan bizniki, masalan, yoshlar o'qigan bilan tadqiqotchilar, bizniki ziyolilarimiz o'qib bu kitobga bir baho berib, bir nim qilib boqmadi-chu, hech qanday bir kritik qilib boqmadi. Ondan keyin hozir yozgan kitobim shu. Bunimi deyman, agar boshqalar o'qisa, çünkü ben bilemeymençi çokum bekçi yetersizliklerim barmıdı, hata qilgan yerlerim barmıdı depçi mesela başqalarning perspektivi, başqalarning fikirden, başqa birisinin meydanından qaraganda qanday bir narsa o'ttirib chiqishi mumkin yoki yaxshi bahomi yoki yomon bahomi yoki chala yerlari qayerlarda, to'liqlaydigan yerlari qayerlarda degan bundaq bir nimani jiq o'ylaymanchi. Shunga
bizning Uyg'urlar faqat men bu kitobni boya siz degandek kitoblarimni bu yerda xuddi tashviq qilgandek bo'lib qolmasin-da, kitobning ichidagi ideyani ham yozgandan keyin uni bir bulunga tashlab qo'yman deb yozmaydi-ku, shu ideyani taqitish uchun yozadi. Bo'lmasa nima ishga yozadi? Bika-bikadan men unchalar jiq vaqt isrof qilib, unchalar jiq energiya isrof qilib o kitobni menga tizib qo'ydiganga yozmadim-da, shundami? Shunga albatta fikringizga qo'shilaman. Bu kitob haqida bu tashviqot emas, faqat kitobning ichidagi mazmunni, ideyani taqatsaq deb o'ylayman. Undan boshqa, agar bu ideyalarga qarshi, ya'ni to'g'ri bo'lmaganini taqityapsiz yoki bunday yerlari chala deydiganlar bo'lsa, bu kitobni yana bu akademiya degan shunday bo'ldi-ku, masalan, bir kitob perspektivaga qarshi yana boshqasi yozadi. Ashta bo'lganda texmo chunqur qezib chiqildi masalalar, texmo chunqur tadqiq qilindi-chu. Shunga bizningki akademiklarimiz hamda men mushu mening endi cho'qim bek cho'lti bo'lishi mumkin yozganlarim. Buni o'qib tadqiq qilib texmo jiq kitoblarni yozsa, texmo kengaytib yozsa, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi nima g'arblik akademiklarga yozg'izyotdi-ku, tarixshunos advokatlarga. U bir cho'ng mukammal bir kitob bo'lib chiqishi mumkin. Buning bilan yozmaydi, men yetmaydi. Mening yozganim o'zimizning odamlari, chunki men etnik Uyg'ur bo'lganligim uchun o'zimizning perspektivadan chiqib yozgan bir kitob bo'ldi. Yana mushundaq buni tahlil qilib yoki qarshi chiqib yoki kamyalarini to'ldirib deganda kritik shaklda nurg'un kitoblar yozilsa yoki o'xshash temada yana boshqa nurg'un kitoblar yozilsa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bizning bu mustamlika masalamiz kichik masala emas bu. Kitoblar yozilishi tugmaydigan masala bu. Nihoyatda ig'ir va cho'ng masala bu. Shunga nurg'un tadqiqot va ilmiy narsalar o'tirg'i chiqish kerak. Bu masalan, boya sizga dedim Shanxaydagi vaqtimda Xitoy yoshlar deganda meni ochig'im ketib shu savol kirdi kallamga deb. Ammo kirgan bilan buni kitob yozib qilamdi, qanday qilib qilamiz, qanday qilib mustaqil bo'lamiz, nima qilamiz, bir nazariy bir narsa yo'q-da kallada-chu. Masalan, shu vaqtdagi Uyg'urlarning hammamizda masalan roman yozamiz, tarix yozamiz, Xitoy bizni kirib olgandaymiz, hikoyalar bilan ifodalaydi, vatandagi Uyg'urlar romanlar bilan, tarixlar bilan ifodalaydi. Ammo ilmiy shaklda buni tadqiqot, nazariyalashtirish, ilmiylashtirish degan narsa bizda bo'lmayotdi. Mushta kitoblar pek jiq yozilsa deb pek orzu qilman. Hatto mening kitoblarim, mening mush yozgan kitoblarni tanqidiy shaklda yozilsin bo'ldi. Qani ashta bo'ldi, tanqidiy yozilsa yoki qanday chalayalarni to'liqlab yozilsa, taraqqiyot shuningdan keladi-da. Bizningki masalamiz ilmiylashish qarab mangan bo'ldi. Ya'ni masalamizni ilmiy shaklda ya'ni bir haqqimizni to'g'ri shaklda, haqni gap qilolmaydigan, o'zimizning davosini to'g'ri shaklda o'ttirib qo'ya oladigan, nazariyalashtira oladigan bir holga kelishimiz kerak-da biz. Bu siz degandek bu tanqidchilik bizning adabiyot sohasida zo'r shaklda bir bosh ko'targan, ma'lum bir seviyaga kelgan desak bo'ldi. Ammo bu ilmiy asarlarga nisbatan tanqidiy asarlarni yozgan bir kayfiyat yoki iqlim to'liq shakllanuvchi bizniki bu Uyg'ur jamiyatida. Shunga to'g'ri bir tarafni dedingiz. Qancha yillik asarlarga baho yozilsa, tanqid desakmi, biz endi Uyg'urchilikda bir xato o'ylaymiz. Tanqid degan inson emas, insonning o'tirgan fikrini ilmiy usul orqali bağlab chiqish, bo'lmaganida men tasqab chiqish hamda. Aya ma'nosin qanqapdi, ma'nosi texim yaxshi degan shu fikirninki texim beyishiga, shu ko'z qarashini texim yuritib bilishiga foydasi bo'lsa, uni tanqidchilik bo'ladi. Ammo biz tanqidchilik nuqul hujum qilish yoki aybini o'tirib chiqarish deb mendaq o'ylaydigan bir xohishimiz bor. Ammo bu to'g'ri bir tanqidchilik ko'z qarash emas. Tanqidchilik siz degandek shu bir insonning taraqqiyotiga foydasi bo'lsa, kitobning texim mo'llashiga foydasi bo'lsa, tanqidchilikniki bundan maqsad etgan bo'lamiz endi. Anda bo'lsa Ruqiya xonim aldı yana bir qitim shu qimmatlik tadqiqot esaringiz ro'yobga chiqarganligingiz uchun sizni yana bir qitim tabriklayman. Programga qatnashib berganligingiz uchun ko'p rahmat. Sizga kichik rahmat.